Shaytonning askarlari 3-qism. Shayton insonlarni aldashi oson emas. Shuning uchun u ba'zi hiyla va makrlarni ishga soladi. Bu hiylalar shaytonning ishi ekanligiga ishonish juda mushkul. Turli xil hiylalar ishlatib shayton insonlarni osongina aldashi mumkin. Ular qanday hiylalar ekan deya qiziqyapsizmi? Birinchi, haromni go'zal qilib ko'rsatish. Bu birinchi va aldash uchun eng oson yo'ldir. U muntazam ravishda noto'g'ri narsani xuddi to'g'ridek ko'rsatishga intiladi. Shayton harom bo'lgan narsani ko'zingizga shunchalik chiroyli qilib ko'rsatadiki, natijada siz gunoh bo'lishiga qaramasdan u ishni qilib qo'yishingiz mumkin. Iblis Odam alayhissalomni aldaganida ham shu yo'ldan foydalangan edi. Odam ato va momo Havoni Alloh taolo tomonidan yeyish man qilingan daraxtdan olib yeyishlikka undagan edi. Agar shu daraxtning mevasidan yesangiz jannatda abadiy qolasizlar va hatto farishtalarga aylanasizlar, dedi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi. Tallohi laqad arsalna amallarni ortga surish. Shayton hiylalarining yana biri yaxshi amallarni kechiktirishga urinishidir. Shayton sizga namozni ado etishingizga hali ko'p vaqtingiz borligini keyinroq ham qilsangiz bo'ladi deya uqtiradi. Men ko'p yoshlarni eshitganman. Ular menda ibodat qilishim uchun hali ko'p vaqtim bor. Hozir esa hayotdan lazzatlanib yashash lozim. Qariganimda bemalol o'tirib ibodatlarim bilan mashg'ul bo'laman, deyishadi. Faraz qiling, sizning o'limingiz yoshroq paytingizda bitilgan bo'lsa nima qilasiz? Ibodatlaringizni ortga surmang. Agar ertadan boshlamoqchi bo'lsangiz, hoziroq bajaring. Sizning vaqtingizdan o'g'irlashiga yo'l qo'ymang. 3. Shayton va'da qilgan dunyo lazzatlari. U insonlarning nima xohlashlari va shahvatlariga e'tibor qaratishni yaxshi ko'radi. Shayton ularga ko'p va'dalar beradi. Alloh taolo aytadi: Allah subhanahu wa ta'ala says, manfaat olib kelmaydigan dunyoviy orzu istaklar bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Bular ko'p pul topish, obro' e'tibor qozonish, vaqtinchalik ko'ngilxushliklar va nihoyat inson vaqtining tugaganini va oxirati uchun hech narsa tayyorlay olmaganini tushunib yetishi mumkin. Bir daqiqa bo'lsa-da eng boy insonlar haqida fikr yuriting. Ular o'lim to'shagida yotganlarda ularning to'plagan boyliklari bir daqiqa bo'lsa-da bu dunyoda qolishga yordam bera oladimi? Albatta yo'q. Chunki ularning boyliklari Alloh taoloning yo'lida sarflangandagina ularga foyda keltirishi mumkin. 4. Shayton o'zini insonlarga mehribon qilib ko'rsatishi. Shayton insonlarga faqat yaxshilikni istashini aytib, ularni yo'ldan ozdiradi. Bu Odam alayhissalom voqealarida ham aytib o'tilgan. Xuddi shunday shayton yaxshiliklarni ravo ko'rayotgandek tuyuladi, ammo insonlarni turli xil yo'llar bilan aldaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Qari'ah. O'z dahshatlari ila odamlar qalbini qattiq qoquvchi qiyomat yaqindir. Mal-Qari'ah. O'sha qattiq qoquvchi nima? Va ma adraka mal-Qari'ah. Uning nimaligini qayerdan bilasiz?
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث U kuni odamlar ko'pligi va to'zib tarqalishi jihatidan xuddi atrofga to'zg'igan parvonalarga, o'zini o'tga uradigan kapalaklarga o'xshab qoladi. وتكون الجبال كالعهن المنفوش Tog'lar titilgan har xil rangli yunglar kabi havoda uchib yuradi. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية U kuni kimning yaxshi amallari tarozida og'ir bossa, u jannatda hamma rozi bo'ladigan hayotda bo'ladi. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية Kimning yaxshi amallari tarozida yengil kelib, yomonliklari bosib ketsa, uning joyi hoviya, jahannamdir. وما أدراك ما هي Ey payg'ambar, hoviya nimaligini bilasizmi? نار حامية U qattiq qizigan o'tdir.